Tun yarim bo'lganda ko'l chetidagi eski uyda yolg'iz qolgan Jasur telefonda video tomosha qilib o'tirardi. Tashqarida shamol uvillab deraza oynalarini qarsillatardi. Birdan telefoniga noma'lum raqamdan xabar keldi. Orqangga qaramang. Jasur kulib qo'ydi. Kimdir hazillashyapti deb o'yladi, ammo bir necha soniyadan keyin yana xabar keldi. Men seni ko'ryapman. Yuragi tez ura boshladi. U derazadan tashqariga qaradi. Hech kim yo'q. Uchinchi xabar keldi. Derazadan emas, Jasurning qo'llari titray boshladi. karavotning ostidan. Xabarni ochiq o'qib bo'lishi bilan karavot ostidan sekin tirnalgan ovoz eshitildi. Jasur qotib qoldi. Nafas olishga ham qo'rqardi. Shunda karavot ostidan uning o'z ovozi eshitildi. Jasur, tezroq yashirin. U hozir xonaga kiryapti. Eshik tutqichi sekin burila boshladi va telefonga oxirgi xabar keldi. Endi kech.